Pakistanning Port shahri, Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorining markazi bo'lgan Gvadarda 2 oydan beri Balujiston aholisi bu shaharning haqqini qo'g'dash uchun cho'ng kichik namoyishlarni olib borgan. 7 yanvar kuni diplomat torida e'lon qilingan xabarda aytilishicha, Balujistonliklarning Gvadarning haqqini degan shior ostidagi namoyishi nihoyat qisqa vaqt ichida kengaygan. Ular Gvadar dengizi bo'yida qonunsiz qatnashni to'xtatish, rayondagi saqchi punktlarini qisqartish, yo'qolib ketganlarni tepish qatorliq talablarni o'tirg'a qo'ygan. Agar hukumat harakat qo'llanmasa, xalqning o'zligidan kuch tashkillab, Gvadar portining dengiz tavalligidan qonunsiz foydalanayotganlarga qarshi o'z huquqini qo'llaydiganligini bildirgan. Hukumat buningga javob bermagandan keyin namoyish davomlashgan. Saqchilar namoyishlarning boshlig'i Mavlona Hidoyat Rahmon va uning a'zolarini qo'lga olganda, saqchilar bilan namoyishchilar o'tirisida to'qinish paydo bo'lgan. Bir saqchi o'lgan. Shuning bilan hukumat bu shaharda kollektiv yig'ilishni bir oy cheklagan. Amerikadagi Rand siyosiy tadqiqot markazining Xitoy ishlari analizchisi Dr. Timothy Head bu namoyish haqida mundaq deydi. I think the unrest in Gwadar will hinder the One Belt One Road initiative because Gwadar portidagi bu malomanchilik bir belvaq bir yo'l qurilishiga to'sqinlik qiladi. Chunki Xitoy bu portni Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorining gul toji qilib olgan. Shunga bu joyda chiqqan masalalar Gwadar portining qurilishini o'ngsizlik uchirtdi. Ham ostiltib qo'ydi. Shundaqla bir belvaq bir yo'l planiga ketilmoqchi bo'lganlarning rayini yondirdi. Other people's willingness to take part in the One Belt One Road initiatives. Amerikadagi Germaniya Marshall fondining Xitoy ishlari analizchisi Zakari Koper radiomizga yo'llagan inkosida bu shahardagi namoyishning amaliyotda Xitoyning bir belvaq bir yo'l qurilishiga berilgan kuchli qarshilik ekanligini bildirib, mundaq deydi. Bu ahvol darvaqa Xitoyning bugun ma'lumotchilikqa duch kelgan Pokistonga zo'r miqdorda mablag' selishining xirisga uchrayotganligini ko'rsatdi. Mencha Xitoy hukumatı bir belvaq bir yo'lga solgan mablag'ining ba'zi davlatlardagi bo'libmi selingan mablag'ni oshkorlamagan va yerlik xalqning qo'llashiga erishalmagan davlatlardagi ichki siyosiy kurashning nishoniga aylanib qolganligini ko'rdi. Turkiya Hacettepe Universitetining dotsenti, strategiya mutaxassisi Doktor Erkin Akram Efendi Pokistonning Gwadar port shahrida yuz bergan bu namoyishga qarata ko'z qarashini bildirib mundaq deydi. Bu namoyishchilar o'zining haqlarini talab qilyotdi. Bularning derdi başka ama hükümetinki derdi başka. Çünkü bu namoyishchilarni mushu chet el kuchlarininki qishqirtish bilan mushundaq bir qaylamqanchilik chiqaryotdi deb ko'ryotdi. Shuningga Pokiston o'zininki qonunlarga qarab turib mushu namoyishchilarni bostirish mumkin. Hamda buni qurollik bilan bostiramdi yoki siyosiy bilan bostiramdi yoki kelishamdi. Onu aldığımızdaki günlerde görürüz. Ama bir yerdeki halk Xitay'nınki meblağ silişi ve Pakistan hükümetinin bulağa sel karışığa naite narazı. Hem de bu narazılık hem de tügmeydi. Bastırgan takdirdi mi? Yani bir yerde bir mukumluknu uzun müddet qoğdap qilish hazırki ahval qargan çağda biraz terstek durdu. Çünkü bununla egişip yanıla Baluchistan'da kurallık bile Baluchistan'ın müstakillığını talep qilib kelgan adamlar bor. Shuningga bu Baluchistan'ningki bu kambag'al bo'lishi, xalqlarningki Pokistonliklar qargan chaqda ikkinchi grajdan deb ko'rinishi, bu ahvol hal bo'lmaguncha, bu iqtisodni tuzab bermaguncha bu yerdagi jidallar, bu yerdagi muqimsizliklar yine devam qiladi. Devam qilganda hamda bu Xitoyninki bu yerga sog'an mablag'larni biraz xatar ostiga kirdi hamda. Ma'lumotlarga qaraganda, Arab dengiziga ochilgan Gwadar porti Pokistonning Baluchiston o'lkasiga joylashgan bo'lib, uni boshqarishga Pokistonning dengiz ishlari ministrligi mas'ul bo'lsa-mu, kundalik ishlarini Xitoy xalqaro dengiz portlarini boshqarish cheklov shirkati mandirdi ekan. Xitoy bu portga 2002 yildan boshlab mablag' solgan bo'lib, birinchi bosqichli qurilishi 2007 yilgacha olib berilgan. Uningga jami 248 million dollar mablag' solingan. İkinci bosqichli qurilishi bir belvaq bir yo'l plani bo'yicha olib berilgan. Bu chaqda Gwadar porti Xitoy-Pokiston iqtisod koridorining eng muhim joyiga aylangan. Hozir bu portning 91% foydasi Xitoyga, 9% Pokistonga tava ekan. Doktor Erkin Akram Efendi
Gwadar portining hozir Xitoyning muhim strategik bazasiga aylanganligini bildirib, mundaq dedi. Qashqardan shu Gwadar portigacha bo'lgan bu yo'l hamda Pokiston Xitoy iqtisodiy koridori deb atalgan. Ya'ni ham Pokiston uchun ham Xitoy uchun muhim. Pokistonni desak, Xitoy bu yerga 50 milliard dollarlik mablag' selyotdi. Ya'ni bu yo'l ochilib ketgan taqdirda hamda Pokistonga nurg'un iqtisod chetdan foyda bo'lgandek, Xitoyma o'zininki yeni ipak yo'li strategiyasiningki qanotini hal qilib olgan bo'ladi. Bu yalg'izla tijoriy jetdan bir manfaat emas Xitoy uchun. Dengiz yo'li, misolga Malaka bo'g'ozidan to'silib qolsa ki Amerikaning u yerdami, ya'ni Singapurdami bir harbiy bazami bor bu yerda. Shuningla u yoqqa bormay turib, mushu Gwadar orqali mushu Xitoyga yo'l ochildi hamdi. Shu yo'lni ochish uchun tirishib kelyotdi. Xitoyningki bu yerda, ya'ni Gwadarda yana davom qilishga tirishidi. Shundaqla bu Hind okeanus Arab dengiziga kirgandan keyin qolgan g'arb tarafdan shu Irondan shu nimagacha Arab davlatlargacha u yerdan ondan keyin dengiz yo'li bilan Yevropagacha erishmoqchi hamda. Shuning Gwadar porti bu yerda Xitoy uchun strategik ahamiyati bor. Erkin Akram Efendining qarashicha, Gwadar porti hozir Xitoy bilan Pokistonning voz kechilmas manfaatiga aylangan joy bo'lsa-mu, atrofdagi davlatlar, bo'libmi Hindiston uningga qarshi ekan. Bu yo'lninki ochilishi mayli dengizda Amerikaning kuchiga bo'lsin, mayli shu Hindistonning kuchiga qarshi taqobil turadigan bir baz shakllanadi bu yerda. Shuningga bu Xitoyningki Gwadar bu portga kelishi ba'zi davlatlarni rahatsız qilgandek, rayondagilarni rahatsız qilyotdi. Doktor Timasi Hitmo bu vaqtda ko'z qarashini bildirib, mundaq deydi. I think for China, the bigger challenge will be India. India will not be happy to have China operating out of a port in Gwadar. Xitoy uchun aytganda barliq kiris Hindistondan keladi. Hindiston Xitoyning Gwadar portidan harakat qilishni xohlamaydi. Shunga Xitoyning undaq qila olishimi bir masala. Bu portdagi namoyish va ma'lumotchiliklar bu yerdagi masalaning ig'irligini ko'rsatadi. Ham har qanday davlat Pokiston orqali harakat qilishga urinadi. Xitoy Pokistonning do'sti bo'lish sifati bilan bu jihatda Amerikadan eshib tushalamdi yo'q, buni bilgili bo'lmaydi. Whether China will be any more successful as a partner of Pakistan than the United States was. Doktor Zakari Koper Xitoyning Gwadar portidagi qurilishi iqtisodiy va ommaviy qurilish deb ko'rsatilgan muddatcha uningga Amerikaning aralashmaydiganligini bildirib, mundaq deydi. Amerika yoki boshqa davlatlar Xitoyning Pokistondagi ul asla qurilishiga aralashishga amalsiz. Agar u ommaviy qurilish bo'lsa, texmo aralashqali bo'lmaydi. Shunga mencha ular Xitoyning Gwadardagi harakatiga yaqindan diqqat qilish bilan kifoyalandi. Xabarda aytilishicha, Gwadar porti shahri Pokistonning Dubay shahriga aylanadi deb tasavvur qilinib kelgan. Ammo yerlik xalq, ya'ni Balujistonliklar kun sari namratlashib ketgan. Gwadarning iqtisodiy taraqqiyoti ularning taqdirini o'zgartirmagan. Gwadar portidagi qurilishlarni asosligi Xitoylar yoki Pokistonning boshqa o'lkalaridan kelgan amaldorlar boshqardi ekan. Xitoyning Gwadar porti qurilishi boshlanib 7 yil o'tganda Balujistonliklar o'zining kimligi va vatanining egdorlik huquqining tahdid ostida ekanligini his qilishgan. Ularning qarashicha, Xitoy ishchilar va savdogarlarning tez sur'atda kirishi bu yerdagi nüfus o'zgarishini keltirib chiqarib, ularning kimligini yo'qotishi mumkin ekan. Pokiston Savdo-sanoatchilar birlashmasi o'zining dokladida bu yerdagi nüfus o'zgarishiga bo'lgan andishisini ifodalagan bo'lib, dokladda Xitoylarning 2048-yilgacha yerlik aholidan eshib ketadiganligi faraz qilingan. Xitoyning Pokistonga keng ko'lamli singib kirishi Balujistonliklarning noroziligiga uchragan bo'lib, ilgirki xabarlardan ma'lum bo'lganidek, o'tgan yil 4-oyda Konz institutining 3 o'qituvchisi, 9-oyda bir Xitoy tish doktori Balujiston o'lkasining mustaqilligini talab qiladigan kuchlarning hujumiga uchrab o'lgan edi. Doktor Erkin Akramning bildirishicha, Xitoyning Gwadar portidagi mavjudligi Pokistonning bir butunligi va hukumatining qo'llashiga muhtoj ekan. Agar undaq bo'lmasa, Xitoyning sog'an mablag'i to'zib ketadi ekan. Agarda Pokiston hokimiyatida bir chatoq chiqqanda yoki Pokistonda bir bo'linish, cho'g'ilish bo'lib qolgan taqdirda, balki Xitoyningki Gwadar bu portga hokim bo'lishi biroz qiyin bo'ladi.
xuddi bu Xitoy Afrikadagi Sudanға mablag'ni to'liq sep turib, undan keyin ikki davlat bo'linib ketgandan keyin sog'am mablag'mi ikkiga bo'linib ketib, u yerdagi manfaati biroz ziyon bergandek bo'lib qolishi mumkin.